Assalomu alaykum. 12-mavzuga doir nisbatan qiyinroq bo'lgan masalalar yechimi bilan tanishamiz. Xo'p, oson bo'lsa-da kitobdan bir ikkita masalani o'rgataman. Mana 10-masala. Sigirning og'irligini sentnerlarda yaxlitlang deyapti mana. 209 kg, 640 gram. Buni birinchi kilogrammlarda yaxlitib olamiz. Bu 209 kg, 209 kg bilan 210 kg ni orasida joylashgan. Xo'p, 209 bilan 210 o'rtasi 209 kg 500 gram bo'ladi. 640 500 dan oshib ketgan. Demak, mana buni olmaymiz. 209 kg bo'lib yaxlitlanadi. Bu degani 2 sentner 9 kg degani. Endi bu 2 sentnerga yaqinmi, 3 sentnerga yaqinmi? Qaysi biriga yaqin? 2 sentner bilan 3 sentnerning o'rtasi 2 sentner 50 kg bo'lgan uchun mana bu 9 50 ketmagan. Demak, 2 sentner bo'lib yaxlitlanadi. Keyingisi mana 20-masala. 35 tonna 74 sentnerni tonnalarda yaxlitlang deyapti. Biz bilamiz, 1 tonna 10 sentner. Demak, mana bu yerda 74 sentner tonnadan oshib ketgan. 74 sentnerni birinchi to'g'ri olamiz. 74 sentner bu 70 ga bo'lsak, 10 ga bo'lsak 7 tonna yu 4 sentner bo'ladi. Mana bu 7 tonnani unga beramiz. Shunda 42 tonna yu 4 sentner degan javob chiqadi. Mana bu 35 tonna 74 sentner. Endi bu 42 tonnaga yaqinmi yoki 43 tonnaga yaqinmi deb savol berasizlar. Xo'p, 1 tonna 10 sentner ekanligidan uni yarmi 5 bo'ladi. Mana bu 4 5 ga yetmagan hali, demak 42 ga yaqin ekan deb xulosa qilamiz. 35 tonna 74 sentnerni tonnalarda yaxlitlasak, demak javob 42 chiqar ekan. Keyingisi 36-masala. F nuqta sonlar o'qida G va H nuqtalar o'rtasida joylashgan va uning koordinatasi 17. G nuqtaning koordinatasi 5 bo'lsa, mana bu G nuqta, mana bu xo'p, H nuqta. Ularning o'rtasida, mana o'rtasi bo'lsa teng 2 ga bo'ladi. O'rtasida F nuqta joylashgan ekan. Shu F nuqtaning koordinatasi 17 ekan, G nuqtaning koordinatasi 5 ekan. Bizga so'rayapti, H nuqtaning koordinatasini so'rayapti. Demak, qaranglar. Nima qilardik? Mana bu 5 bilan F nuqtani o'rtadagi nuqtaning koordinatasini topish uchun 5 bilan mana bu so'roqni qo'shib 2 ga bo'lardik. Demak, 2 ga bo'lganimizdan keyin 17 chiqadi. Biz teskari qilamiz. 17 ni birinchi 2 ga ko'paytirib olamiz, 34 bo'ladi. Endi 5 ga nechini qo'shsak 34 bo'ladi. Uni topish uchun 34 dan 5 ni ayirasizlar, 29 chiqadi. Yoki buni boshqacha usulda ham topsa bo'ladi mana. 5 dan 17 gacha kesma usulini topamiz. 17 dan 5 ayirsak 12 bo'ladi. Demak, mana bu kesma ham 12 bo'ladi. Endi F nuqtadan 12 birlik o'ngdagi nuqtani topish uchun 17 ga 12 ni qo'shamiz, baribir yana 29 kelib chiqadi. Xohlasanglar bu usulda, xohlasanglar narigi usulda ishlaylar, baribir javob bir xil chiqadi. Keyingi savol 40-masala. Quyidagi sonlar o'qida bir nechta nuqtalarning joylashuvini ko'rish mumkin. A, S, Y, G nuqtalarining koordinatalari o'nlar xonasigacha yaxlitlanganda mos ravishda x, y, z t. Demak, A x ga o'tibdi. Yaxlitlasak mana. A x ga o'tibdi. Xo'p, S y ga o'tibdi. S y ga o'tibdi. Y z ga o'tibdi. Mana bu y z ga o'tibdi. F g t ga o'tibdi. Shunga ko'ra mana bu fodan topyapti. Birinchi x, y, z talar topishimiz kerak. O'nlar xonasigacha yaxlitlaymiz. Mana bu A nuqta 0 bilan 10 ni orasida joylashgan. Qaysi biriga yaqin? Bu 10 ga yaqin. Demak, x 10 ga teng. Keyingisi S nuqta 20 bilan 30 ni o'rtasida joylashgan. Ikkalasiga ham yaqin. Shu paytda nima qilardik? Kattasini olardik. Demak, y 30 ga teng. Keyingisi F nuqta 60 bilan 70 ni orasida joylashgan. Qaysi biriga yaqin? 60 ga yaqin. Demak, z ni koordinatasi 60 bo'lib qoladi. Keyingisi T nuqta, mana bu G nuqta 90 bilan 100 ni orasida joylashgan, 90 ga yaqin. Demak, 90 G nuqta 90 bo'lib yaxlitlanadi. Demak, o'rniga qo'yib so'ragan ifodasining qiymatini topamiz. X
bizaga 10 chiqdi. Plus T 90 chiqdi. Z ya'ni Z 60 chiqdi. Minus 30. Teng 10 ga 90 100 160 130 degan javob chiqib kelar ekan. Xo'p, keyingi 41-masala. Quyida A, B, C va D nuqtalarining sonlar o'qida joylashgan koordinatalari berilgan. Sonlar o'qida joylashgan nuqtadan A, B, C, D nuqtalarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'ladi deyapti. Demak, bu misolni 3-4 sinf o'quvchi yaxshi tushunish uchun, masalan, o'zimiz birorta son tanlab ko'ramiz. Shu qayerni tanlaymiz mana? Masalan, mana buni tanlab ko'raylik. X nuqta bo'lsin. X nuqtamiz necha bo'lsin? 18 bilan 30 orasidagi birorta son necha? 20 bo'lsin mana. Demak, birinchi Bx ni hisoblaymiz mana. Bx b dan x gacha 2. Ax 20 dan 4 tersak 16. X s 30 dan 20 ni tersak 10. X d 50 dan 20 ni tersak 30 chiqadi. Hammasini qo'shib chiqsak 30 ga 10 40, 40 ga 18 58 degan javob chiqib keladi. Endi mana bu x ni sal o'zgartirsam ham bo'ladi. X ni masalan bu yoqqa surib nima qilamiz? X masalan necha bo'lsin? 25 bo'lsin. Shunda bx ni hisoblaymiz. Bx teng 23 dan 18 dersak 7, ax ni hisoblaymiz. 23 dan 4 dersak 21, x s ni hisoblaymiz 5, x d ni hisoblaymiz 25 chiqadi. Hammasini qo'shib chiqamiz. 28, 33, 58 chiqadi. Bo'ldi. Demak, mana bu b bilan c ni xohlagan joydan tanlaganimiz bilan javob har doim umumiy yig'inda o'zgarmaydi. 58 chiqib kelaveradi. Endi boshqa joydan tanlasakchi, masalan, mana bu yerdan tanlaylik. Mana bu yerdan tanlaylik x ni. Necha bo'lsin bu? 10 bo'lsin. Shunda ax ni hisoblaymiz birinchi. Ax 10 dan 4 tersak 6, bx 18 dan 10 ayirsak 8, keyingisi cx 30 dan 10 ayirsak 20, keyingisi dx 50 dan 10 ayirsak 40 chiqadi. Mana buni qo'shib chiqadigan bo'lsanglar 68, 74. Ya'ni 58 dan kattalashib ketib qoladi. Demak, bu oraliqdan tanlaganimiz foydasi yo'q. Mana bu yerni tanlab ko'ramiz. Masalan, 50 30 bilan 40 50 ni orasi necha bo'lsin? X. Xo'p, 40 bo'lsin deylik. Birinchi ax ni hisoblaymiz. 40 dan 4 tersak 36, bx ni hisoblaymiz. 40 dan 18 tersak 22, cx ni hisoblaymiz 10, x d ni hisoblaymiz 10. Mana buni qo'shib chiqadigan bo'lsak 78 chiqadi. Yana foydasi yo'q. Bo'ldi. Demak, mana bu yerdan xohlagan joydan tanlaganingiz bilan baribir kattalashib ketaveradi. Demak, eng kichkina eng kamida nechaga teng bo'ladi desa, eng kamida 58 ga teng bo'ladi deb yechib qo'ysak bo'ladi bu masalani. Xo'p, keyingi masalamiz 42-masala. N, O, D, R nuqtalar qandaydir tartibda bir to'g'ri chiziqda joylashgan. Demak, bir to'g'ri chiziqda joylashgan, lekin aynan qaysi biri birinchi kelgan, qaysi biri ikkinchi kelgan biz bilmaymiz. Aytilgan ma'lumotlar bo'yicha joylashtirib chiqaramiz. Masalan, mana bu yerda N joylashgan bo'lsin. Shunda O qayerda bo'ladi? Yo chap tarafda, yo o'ng tarafda bo'ladi. Masalan, mana bu yerda qilaylik. N O mana bu 15 bo'lsin. Bu 15. O da 8. Demak, O D yo bu tarafda bo'ladi, yo bu tarafda bo'ladi. Mayli, bizga bu tarafda bo'lib tursin. Shu o'ng tarafdan olib turaylik. D 8 ga teng. DR 4 ga teng. DR 4 ga teng. Demak, R bu tarafda qilaylik mana. DR mana bu 4 bo'lsin. Shunda bizga aytayapti, NR 3 ga teng deyapti mana. NR 3 ga teng yo'q. 15 ga 8 da qo'ysa 23, 27 bo'lib ketib qoldi. Demak, bunaqa tartibda joylashtirishimiz xato ekan. Endi nima qilamiz? Mana bu D nuqtani bu yerga joylashtiramiz. Mana bu bo'lsin. D nuqtamiz bu bo'lsa, DO 8 deyapti. Shunda bu yoq 7 qoladi. Endi mana bu kesmamizda mana bu yerda N bor, mana bu yerda D bor. Bu yoqda O bor. Salgina kattalashib chiqamiz. 8 bu 7 jami 15 ga teng. Endi bizga aytayapti DR 4.
DR4, NR3 deyapti. Demak, mana bu R ni mana bu yerga qo'yganimiz yaxshi ekan. Mana bu 4 bo'ladi, bu 3 bo'ladi. Bo'ldi, shunda hammasi joy-joyida turdi. Endi bizga aytayapti, bu nuqtalar orasidagi eng chetda joylashgan nuqtalarni toping deyapti. Bir marta tekshirib olamiz. Demak, to'g'ri qo'yib chiqamiz. Biz bildik. Birinchi nima kelar ekan mana? N kelar ekan, undan keyin R kelar ekan, undan keyin D kelar ekan va oxirida O kelar ekan. Har birini o'lchovlarini yozib chiqamiz. Mana bu 3, bu 4, xo'p bu 8. Endi tekshirib chiqamiz. NO 15 mi? 3, 4, 7, 15. Ha, 15. Bu to'g'ri keldi. Mana bu 15 to'g'ri keldi. Keyingisi OD 8 mi? OD 8. Ha, to'g'ri keldi. DR 4 mi? Ha, to'g'ri keldi. NR 3 mi? Ha, to'g'ri keldi. Bo'ldi, hammasi joy-joyida. Bu nuqtalar orasida eng chetda joylashgan nuqtalarni top deyapti. Demak, N bilan O eng chetda joylashgan ekan. Bo'ldi. N bilan O. Keyingi mana bu 27-masalada ham ko'pchilik o'quvchilar xato qilishadi. Shuni tushuntirishga harakat qilaman. X natural sonni o'nlar xonasigacha yaxlitlansa, u 3 birlik ortdi. X ning oxirgi raqamini top deyapti. Masalan, o'nlar xonasigacha yaxlitlanadigan birorta son tanlaylik. Masalan, 24. Buni o'nlar xonasigacha yaxlitlaganimizda 20 bo'ladi. 4 birlik kamayadi. 23 yaxlitlasak, bu ham kamayadi. Bizga ortish kerak. Ortish uchun demak 25 dan yuqori bo'lish kerak. 25 bo'lsa, bu 30 bo'lib yaxlitlanadi, 5 ga ortdi. 26 bo'lsa, 30 bo'lib yaxlitlanadi, 4 ga ortdi. 27 bo'lsa, 30 bo'lib yaxlitlanadi, bu 3 ga ortdi. Bo'ldi. Demak, 3 birlik ortishi uchun oxirgi raqami 7 bo'lish kerak. 36 birlik keyingi savolda A natural sonni yuzlar xonasigacha yaxlitlansa 36 birlik kamayadi deyapti. Endi yuzlar xonasi xuddi shunaqa tekshiramiz. Masalan, 36 birlik kamayadi deyapti. 36 birlik kamayadi deyapti. Masalan, 100 kamaysa, demak 50 dan kammi? Masalan, 140 ni ko'rsak, buni yuzlar xonasigacha yaxlitsak, 100 bo'lib yaxlitlanadi, 40 ga kamaydi. Demak, 36 birlik kamayishi nima bo'lish kerak ekan? 136 bo'lish kerak ekan. 136 ni yuzlar xonasigacha yaxlitsak, 100 bo'lib yaxlanadi, 36 kamayadi. Nimaga aynan 136 desanglar, 236 ni olib ko'ringlar. Yuzlar xonasigacha yaxlitsak 200 bo'ladi, baribir 36 kamayadi. Nimaga 236 desanglar, xohlagan sonni olib qo'yinglar. 836 ni olib ko'ringlar. 836 ni yuzlar xonasigacha yaxlitsak 800 bo'lib qoladi, 36 birlik kamayadi. Bizga mana bu oldidagi nechta son bo'lishi umuman qiziq emas. Demak, 36 birlik kamayish uchun oxirgi ikkita raqam shu 36 bo'lishini o'zi yetarli. Demak, A sonning oxirgi ikkita raqamini topyapti. Demak, 36, ya'ni 36. Demak, mavzuga doir tushuntirishlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat